Demak, vijdon erkinligi, dunyoviy davlat bu tushunchalarni eshitganimizda ko'pchiligimiz ongimizda demak, vijdon erkinligi bu har bir shaxsning huquqi sifatida gavdalanadi. Yoki dunyoviy davlat deganimizda ham bu demokratik davlat albatta ko'z oldimizda shakllanadi. Bu ikki tushuncha hozirgi davrda eng muhim tushunchalardan va jamiyatimiz hayotida eng ko'p qo'llaniladigan fikr mulohazalardan biri hisoblanadi. Albatta vijdon erkinligi deganimizda biz faqatgina qaysi dinga e'tiqod qilish yoki e'tiqod qilmaslik emas, bunda nafaqat dinga e'tiqod qilish, balki bu yerda fikrlarning ham erkinligi nazarda tutiladi va bular albatta davlat tomonidan kafolatlanganligi bu vijdon erkinligining eng muhim atributlaridan, belgilaridan hisoblanadi. Endi dunyoviy davlat deganimizda ham ko'pchilik odamlarda, ko'pchilik fuqarolarimizda turli xil anglashilmovchiliklar ham uchraydi. Masalan, bu to'laqonli dindan ajratilgan davlat deb tushuniladi. Aslida unaqa emas. Vijdon erkinligi va dunyoviy davlat deganimizdagi bu tushunmovchiliklarni oldini olishning maqsadida dunyoviy davlatga qisqacha ta'rif beradigan bo'lsak, dunyoviy davlat bu albatta birinchi o'rinda neytral. Ya'ni sizni vijdon erkinligi yoki bo'lmasa sizni fikrlaringiz, e'tiqod erkinligingiz to'laqonli kafolatlangan. O'zbekiston Respublikasi qonunlari, konstitutsiyalarining ustunligi tan olingan va butun jamiyat, umum jamiyat manfaatlari asosida boshqariladigan davlat tushuniladi. Ya'ni bunda qaysidir din vakillarining manfaatlari emas, umum jamiyatning manfaatlarini, ya'ni ongli ehtiyojlardan kelib davlatning boshqaruv siyosatiga aytiladi. Va bu bizning davlatimizning albatta e'tibordan chetda qolmagan, bu borada bir necha qonunlar bor va eng muhim yangi qonunlarimizdan biri 2025-yilda 25-fevralda qabul qilingan, demak, konsepsiyamiz hisoblanadi. Bu konsepsiya fuqarolarimizning vijdon erkinligini ta'minlash va diniy sohadagi davlat siyosati bo'yicha eng muhim qonun hisoblanadi. Masalan, oldingi davrlarga e'tibor beradigan bo'lsak, bu borada tartibga soladigan alohida normativ hujjat mavjud bo'lmagan. Va ana endi konsepsiyada dunyoviy davlat tushunchasi yoki vijdon erkinligi yoki bo'lmasa umum jamiyat manfaatlari tushunchalariga to'laqonli ta'rif bergan holatda butun xalqimizni tinch totuv yashashi uchun demak normativ yechimlar, normativ normalar, demak normativ tartib qoidalar belgilandi. Va bundan biz ko'rishimiz mumkinki, albatta bu narsa davlatimiz siyosatdan chetda qolmagan. Har bir fuqaromizni, har bir O'zbekiston Respublikasini, demak, vakilini biz ko'rishimiz mumkinki, bu qonun bilan demak tartibga solingan huquqlari va manfaatlari bor. Va bu o'z-o'zidan anglatadiki, faqat ijrodagi ma'lum bir noqonuniy talqinlar yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlar, sud organlaridagi bo'lib turgan ayrim bir ko'ngilsizliklarni biz buni to'laqonli davlatning siyosati sifatida talqin etishimiz biroz noto'g'ri hisoblanadi. Albatta bizning davlatimiz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-moddasida aytilganidek, dunyoviy, demokratik, suveren, ijtimoiy va albatta suveren davlat hisoblanadi. Mazkur belgilarni o'zidanoq ko'rinib turibdiki, bizda nafaqat dunyoviylik, balki bu yerda demokratik, ijtimoiy, sizning butun mustaqilligingiz ta'minlangan norma hisoblanadi. Va yuqoridagi barcha fikrlarni umumlashtirgan holatda aytishimiz mumkinki, vijdon erkinligi bu sizning nafaqat huquqingiz, bu sizning konstitutsiyaviy huquqingiz ham hisoblanadi. Va dunyoviy davlat tushunchasi degani bu dindan begona davlat emas. Bu davlatda sizning vijdon erkinligingiz kafolatlanadi. Fikrlash, e'tiqod erkinliklaringiz to'laqonli davlat o'zini zimmasiga oladi va bu huquqlaringizni ta'minlashini o'zini bo'yniga oladi. O'ylaymizki, bundan keyin albatta bu boradagi tushunchalar sizda ortiqcha anglashilmovchiliklarni keltirib chiqarmaydi. Va bundan tashqari diniy kontentlar bo'yicha ham alohida normativ hujjatlarimiz bor. Bularni eslab o'tishimiz kerak bo'ladi, ya'ni fikrimizga havola sifatida. Bunday diniy kontentlar bo'yicha Oliy sud va din ishlari bo'yicha qo'mitaning tegishli hujjatlari asosida taqiqlangan manbalar mavjud. Bu manbalardan foydalanishda biroz ehtiyot bo'lish talab etiladi, chunki buning oqibatida yuridik javobgarlik kelib chiqadi. O'ylaymizki, huquqiy bilimlaringizni yanada oshirishga xizmat qilasiz va tegishli huquqbuzarlikdan chetda bo'lishga siz doim o'zingizni, demak, qat'iyatingizni ko'rsatasiz.